1989-yil Bob Lazar ismli sobiq muhandis jamoatchilikka intervyu beradi. Uning aytishicha, Zona 51 bazasida u inson tomonidan yaratilmagan texnologiyalar ustida ishlagan. Masalan, antigravitatsion dvigatellar, Moskovium deb ataluvchi zombiga aylantiruvchi element, teskari muhandislik orqali esa o'rganilayotgan uchar likopchalar shular jumlasidan. Keyin nima bo'ldi? Bob Lazar ta'qibga uchradi, hujjatlar esa yo'q qilinadi. Aytishlaricha, hatto uning muhandislik diplomlari ham yo'q qilingan. U endilikda hech qayerda rasmiy bo'lmay qoladi. Bu bazani o'z ko'zi bilan ko'rgan odamlarni hech biri uzoq yashamagan. Uning atrofida maxsus harbiylar kecha-yu kunduz patrullik qiladi. Signal tutishning imkoni yo'q. Kameralar esa ishlamay qoladi. Hududga 20 kilometr qolganda siz allaqachon kuzatuv nazorati ostida bo'lasiz. Yana bir savol tug'iladi. Nega AQSh hukumatı boshqa har qanday harbiy bazaga jurnalistlar kirishi mumkin, lekin faqat Zona 51 taqiqlangan? Nega bu joyda ko'rilgan